Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan juda ham ajoyib bo'lgan mazali ovqat tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib idishimizga ikkita tuxumimizni chaqib olamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Tabga ko'ra tuz, murch va paprika solib yana aralashtiramiz. Aralashmamizni chetga olib qo'yamiz va keyingi etapga o'tamiz. Keyingi etapimizda tovuq filesini olamiz va xuddi videoda ko'rsatilgandek kesib olamiz. Kesib olgan bo'laklarimiz unaqa qalin bo'lishi kerak emas. Yupqa qilib kesib olamiz. Keyin hamma bo'laklarimizni yonma-yon taxlab, ustiga strech tortamiz. Mana strechimizni ham tortib oldik. Endi maxsus bolg'icha yordamida go'shtlarimizni urib olamiz. Urib olganimizdan keyin strechini olib, unga tuz va murch sepib olamiz. Ikkala tarafiga ham sepib olishimiz kerak. Keyin qo'limiz bilan yaxshilab yedirib olamiz. Chunki go'shtlarimizga maza kirish kerak. Va ustma-ust qilib taxlaymiz. Keyin esa tovaga yog' solib olamiz va tuxumli massamizga go'shtlarimizni botirib olamiz. Keyin ikkala tarafini ham yog'da qovurib olamiz. Chiroyli zolotistый rangga kiradi. Go'shtlarimiz tayyor bo'lguncha biz ustiga soladigan masalliqlarimizni tayyorlab olamiz. Vaqtdan unumli foydalanib. Buning uchun bizga kerak bo'ladi petrushka, ukrop, piyoz, ko'k piyoz, svetofor bolgarskiy, pomidor va albatta chesnok. Endi hamma masalliqlarimizni maydalab to'g'rab olamiz. Piyoz, chesnok, keyin zelenlarni, bulg'or qalampirlarini va oxirida pomidorni maydalab to'g'rab, hammasini bitta idishga solib olamiz. Endi esa tayyor massamizga tuz qo'shamiz va mayonez qo'shib yuboramiz. Mayonezimiz tabga ko'ra qo'shiladi va yaxshilab aralashtiriladi. Endi esa keyingi etapga o'tamiz. Keyingi etapimizda sirimizni tyorkadan o'tkazib olamiz. Hamma masalliqlarimizni tayyorlab oldik. Ana endi listimizni olib falga yozamiz va go'shtlarimizni taxlab chiqamiz. Taxlangan go'shtlar ustidan mayonezli aralashmamizni chiroyli qilib solib chiqamiz. Endi esa tyorkadan o'tkazib olingan sirlarimizni mayonezli aralashma ustidan solib chiqamiz. Endi esa ovqatimiz tayyor bo'lishi uchun duxovkaga 200 gradusga 20-25 minutga yuboramiz. Mana ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham mazali, chiroyli va sochli ovqat bo'ladi. Hammaga birdek yoqadigan taom bo'ladi. Yoqimli ishtaha. Albatta tayyorlab ko'rishni maslahat beraman. Kanalimga obuna bo'lib, like bosishni unutmang.